Assalomu alaykum Leapmotor oilasi. Bugun sizlar bilan YouTube kanalimiz uchun eksklyuziv bo'lgan yangi Leapmotor Bion avtomobilimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Tashqi qismini ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlashgan. Bu yerda kapot qismida o'zgartirish kiritishibdi. Keyin bu yerda ko'zga tushadigan narsasi farasini pastki qismiga ko'chirishibdi. Juda ham chiroyli qilib ushbu avtomobilimizni Leapmotor Bion avtomobilimizni ishlab chiqishibdi. Diska razmerimiz R18 razmerlik diska bo'lib, dizaynini ham o'zgartirishgan. Yon tomondan ko'rinishi juda ham chiroyli. Bu yerda baklari bor. Xo'p, orqa tomonda ham farasini o'zgartirishgan. Bagajlar elektroprivet orqali ochiladi va yopiladi. Ko'rishingiz mumkin, bagaj qismi ham juda ham katta. Ushbu sideniyalarni yotqizgan holda yana ham bagajni kattaroq hajmga keltirsak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan bagajni yopamiz. Ushbu avtomobilimiz hozirgi paytda avtosalonimizda mavjud, nalichida toza tok bilan 510 km masofani bosib o'tadi. Bu faqat hozirgi paytda elektr variantlari, gibridlari endi kelib qoladi. Xo'p, salon qismimiz birinchi bo'lib eshigidan boshlaymiz. Juda ham chiroyli qilib ishlashgan, ko'rishingiz mumkin. Dizayni shaxsan menga juda ham yoqdi. Xo'p, bu yerda konditsioner joylarida podsvetkalari bor. Bu yerda suvlar, kofilar qo'yib qo'yish uchun alohida yana joylarni ishlab chiqishibdi. Xo'p, orqa tomoni ko'rinishi, saloni juda ham keng. Besprovodniy zaryadkalari bor. Bu tomonga shunchaki telefon yoki shunga o'xshagan narsalarimizni qo'yib ketsak bo'ladi. Bu yerda barlari ham mavjud. Xo'p, monitorni ko'radigan bo'lsanglar, monitor dizaynini o'zgartirishgan, boshqa Leapmotorlarga qaraganda ichidagi funksiyalarida ko'rinishi ham boshqacharoq bo'lgan. Ushbu avtomobilimizda shtorkasi mavjud. Shtorkamizni monitori o'zidan shunday bosadigan bo'lsak, yopiladi. Boshqa Leapmotorlarda tepa joyida bo'lsa, bulardan monitori o'ziga ko'chirilibdi. Xo'p, bu yerdan yana monitor o'zidan bagajni ochib yopsak bo'ladi yoki-da bu yerdan eshigimizni ochib qulflab yoki-da ochsak bo'ladi, bokovoy upravleniyalarni boshqarsak bo'ladi. Undan tashqari oynaniki, ключ. Xo'p, bu yerda tepadan tushiradigan bo'lsak, o'sha funksiyalar boshqa Leapmotorlarga почти o'xshashib ketadi, faqat dizaynini boshqacharoq qilib ishlab chiqishibdi. Navigatorimiz ochiladi, bunday sursak. Xo'p, bu yerda 360 graduslik kameramiz mavjud. 3D formatda ham bemalol boshqarsak bo'ladi buni. Mashinani tagini ham ko'rsatadigan qilsak bo'ladi. Keyin ushbu avtomobilimizda yana bitta zo'r tomoni, fishkasi, video registratori 4 ta tomonida mavjud. Mana eshikni yopadigan bo'lsak, video registratorimiz 4 ta tomonini bemalol полностью 360 gradusda ko'rsatib beradi. Xo'p, bu yerda rul qismimiz, tablosini ozgina boshqa Leapmotorlarga qaraganda kichkinaroq qilishibdi, lekin o'sha funksiyalar tabloda ham D ko'rib, o'sha skors ko'rib haydaydigan bo'lsanglar, oldinglarda ketayotgan odamlarni, mashinalarni bemalol ko'rsatib turadi, xuddi Teslaga o'xshab. Salon dizayni shaxsan menga juda ham yoqdi. Xo'p, bu yerda salon qismimizda o'sha funksiyalar, oynani, bagajni ochib yopish yoki-da faralarimizniki bu tomonda salon podsvetkalari mavjud. Keyin ushbu avtomobilimiz hozircha vaqtinchalik rusifikatsiyasi hali programmasi yetib kelmadi O'zbekistonga. Hozircha faqatgina Xitoy tilida ushbu avtomobilimiz, tez orada programmasi yetib kelishi bilan biz o'zimiz rusifikatsiya qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, dizayni juda ham chiroyli. Xo'p, bu avtomobilimizda ikkita oldi qismida abagrev va rul qismida abdu funksiyalari ham mavjud. Undan tashqari rulda abagrev funksiyasi ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Endi orqa qismiga o'tamiz. Xo'p. Orqasiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda tushirib qo'ysanglar bo'ladi bunisini ham. Bemalol kofe, suv qo'yib qo'ysa bo'ladi. Orqa qismida ham konditsioner uchun joylari bor.
USB portlari bor. Bemalol zaryadka qilib ketsanglar bo'ladi. Ushbu avtomobilimizda ham zavodskoy Leapmotor o'zining kolonkalari mavjud. 12 ta kolonka joylashgan. Subwoofer, buffer hamma funksiyalari bor. Keyin boshqa Leapmotorlarga qaraganda ushbu kamera joyini o'zgartirishdi. Boshqa Leapmotorlarda mana bunaqa kichkinaroq bo'lardi. Bunikini уже kattaroq formatga o'tkazib, dizaynini o'zgartirishibdi. Men sizlarga полностью hozir ko'rinishini ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Bagajni yopamiz. Leapmotor yozuvlari bilan yon tomondan ham ko'rinishi. Agarda sizlarga ham shunaqa videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, faqatgina like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shuni o'zi bizga motivatsiya beradi, kuch beradi. Shunga qarab biz yana ko'proq videolar chiqarishga, ko'proq obzor videolarini chiqarishga harakat qilamiz. Sizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Ushbu avtomobillarimizni xarid qilishga ulgurib qoling.